Assalomu alaykum. Men Yo'ldoshbek Ibrohim, Mudarris akademiyasida arab tili fani o'qituvchisiman. Mavzuning ikkinchi qismi bu metodika. Ya'ni ta'limda aniq bitta uslubni tanlash. Bu qismi ham juda muhim, e'tibor bering. Avvalgi qismda biz arab tilini turli strukturaviy bo'limlarga ajratib oldik. Har birini, demak, bir-biridan farqini tushuntirishga harakat qildik. Endi tilni o'rganishda nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi masala, bir narsani e'tiborga olish kerak. Sifr arab tilida ma'lum bir darajadagi sifrni olish bilan haqiqatan o'sha darajaga yetishning orasida katta farq bor. Ya'ni arab tilida siz B2 darajani qo'lga kiritishingiz mumkin yoki bo'lmasa C1, C2 hatto sertifikatini ya'ni olishingiz mumkin. U ya'ni ma'lum bir darajani egalladi degan hujjat. Biz o'zimiz sohamiz arab tili bo'lganligi uchun bugun arab tilidan sifr sertifikatlarini olganlar yoki bo'lmasa arab tilini o'rganib yurgan talabalar, hatto dars beruvchi ustozlar bilan ham ko'p muloqot qilamiz. Va ko'rib kuzatganlarimiz shuni ko'rsatadiki, arab tilidan B2 yoki C1 sertifikatni qo'lga kiritganlarning ichida ham hatto oldiga arabiy kitob qo'ysangiz, uni to'g'ri o'qib bera olmaydiganlari bor hatto. Masalan, i'robini qo'yib bera olmaydiganlar bor. To'g'ri tarjima qilib bera olmaydiganlar bor. Ya'ni u faqatgina C1 sertifikatini olish uchun tayyorgarlik ko'rgan. Haqiqatan ham ma'lum bir darajaga yetish uchun emas. Ikkalasining o'rtasida katta farq bor. Endi agar siz masalan faqatgina sifr uchun harakat qilayotgan bo'lsangiz, u sizga nima deydi? Faqatgina o'qishga kirish uchun kerakdir yoki bo'lmasa biron bir kasbiy sabablarga ko'ra kerakdir. U paytda arab tilini, ya'ni boshdan oxir o'rganib chiqishga tabiiyki ehtiyoj yo'q sizda. Yo'lni unga ko'ra belgilaysiz. Dasturlar tanlanadi, kitoblar, darsliklar tanlanadi. Aynan o'sha sizga kerakli qismigina o'rgatiladi. Lekin agar siz arab tilida haqiqiy malakaga, ya'ni ilmiy darajaga ega bo'lishni xohlasangiz, u e'tibor bering, biron bir hujjat bilan belgilanmaydi. U kishidagi malaka ya'ni. Ya'ni tarjimonlik mahorati, so'zlashuv mahorati, i'rob, o'zi insho yoza olish kabi omillar bor bu yerda. Ya'ni tilni haqiqatan egallash bu boshqa narsa. Agar siz uni maqsad qilgan bo'lsangiz, unda avvalo darsliklarni, ya'ni to'g'ri belgilash kerak bo'ladi. Qarang. Metodning bir qismi bu darsliklarni to'g'ri belgilash. Mumtoz arab tilida grammatika qoidalarini, ya'ni sarf bilan nahv aynan. E'tibor bering, sarf bilan nahv. Grammatika bu sarf bilan nahv. Sarf bu morfologiya, so'zlarning tuzilishini o'rgatadigan qismi. Nahv bu sintaksis, ya'ni so'zlardan gap tuzishni va o'sha gap tuzgan vaqtdagi so'zlarning oxirining harakati qanday bo'ladi, i'robi qanday bo'ladi, mana shuni o'rgatadigan qismi. Ya'ni grammatikani to'g'ri o'rgatadigan manbalarga murojaat qilish kerak bo'ladi. Va grammatikaning asosini boshqa fanlarda ham bo'lgani kabi ilk matnlar belgilaydi. Masalan, arab tilida e'tiborli, ya'ni mo'tabar matnlar bor. Kofiya, masalan, Ibn al-Hojibning kitoblari, Kofiya matni bu juda ham mashhur va tilshunoslar, aynan arab tili olimlari orasida, talabalar orasida mashhur. Yoki bo'lmasa Alfiyat ibn Malik masalan, yoki bo'lmasa kichikroq manbalarga, kichikroq matnlarga qaraydigan bo'lsak, Ajurrumiya, yoki Avomil, Jurjoniyniki yoki Berkaviyniki masalan. Matnlar tilning qoidalarini qisqa, lo'nda shaklda beradi. Endi uni bironta sharhi yoki izohi bilan o'qisangiz, qoidalarni yana ham tushunib, kengroq ichiga kirib bora olasiz. Va albatta ustoz bilan o'qish kerak bo'ladi. Bu joyga alohida e'tibor beramiz. Tilni o'rganishda metod eng birinchi navbatda grammatik qoidalardan ham oldin fonetika, ya'ni ritmini olishdan boshlanadi. Ya'ni siz avvalo tovushlarni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Bu qism fonetika. Masalan, o'zbek tilida ham harflarning har birining demak anglatadigan, ifodalaydigan tovushlari bor. Arab tilida ham xuddi shunday. Masalan, boshqa tillarda ham zotan bor bu narsa. Ayn harfi qanday talaffuz qilinadi, sod qanday talaffuz qilinadi, jim qanday talaffuz qilinadi, o'zbek tilidagi j dan nima farqi bor va hokazo va hokazo. Tilning fonetikasini, demak, tilning ritmini birinchi navbatda olishingiz kerak bo'ladi siz. Ohangini olishingiz kerak bo'ladi. Ish shundan boshlanadi ya'ni. Grammatik murakkab qoidalarga kirishdan avvalgi ish bu. O'shaning uchun ham demak, ilk davrlarda arab tili grammatikasining yoki bo'lmasa mumtoz arab tilining asosini qo'yganda Halil Farohidiylar ilk navbatda o'sha fonetik qoidalarni tuzishgan. Ilk navbatda o'zi tovushlar, qanday tovushlar bor, harflar nechta, ularning chiqish joylari qanday,
Qayerdan chiqadi qaysi harf, tovush yo'li nima, sifatlari qanday, xususiyatlari qanday holatda talaffuz qilinadi va hokazo. Mana bularning hammasini aniq strukturasini ishlab chiqishgan birinchi navbatda. Demak, siz ham arab tilini o'rganishda ilk ishni mana shundan boshlaysiz. Mukammal darajada bo'lmasa ham, ammo bilishingiz kerak. Masalan, 50-60% bilishingiz kerak. Arab tilining ritmini siz o'zlashtirganingizdan keyin sekin-sekin til qoidalariga kirasiz. Osondan murakkabga qarab yuriladi, albatta. Ilk avval, ya'ni tilning qoidalarini fundamental darajada bilib olasiz, ya'ni tasavvur hosil qilasiz birinchi. Bu izofa o'zi nima, hol o'zi nima, mubtado o'zi nima, foil o'zi nima degan qisqa lo'nda savolga javob topasiz. Ya'ni tilni o'rganishda qisqalashtirish yoki bo'lmasa soddalashtirish muhim narsa. Grammatik manbalarda, kitoblarda qoidalar biroz murakkablashgan holda berilgan bo'lishi mumkin, lekin uni siz aynan qaymog'ini, ya'ni nima degan joyiga javob topib olsangiz, u qoida sizniki. Qisqa lo'nda. Masalan, mubtado nima desa, mubtadoni siz haliga bir dunyo gap aytishingiz kerak emas tushuntirish uchun. Mubtado nima? Mubtado bu al-mukhbar anhu. U haqida xabar beriladigan ism. Bo'ldi, tamom. Xabar nima desa, al-mukhbar bihi. Ya'ni uning vositasida xabar beriladigan ism yoki jumla. Ism yoki gap, ya'ni. Demak, gapda mubtado bosh bo'lak bo'ladi. Siz aytishingiz mumkin, masalan, ilm foydalidir demoqchisiz. Ilm bu yerda mubtado. U haqida gapning davomi bizga xabar beradi chunki. Foydalidir qismi xabar. Ya'ni aynan mana shu so'z orqali biz tepadagi ilm haqida xabar beryapmiz. Uning vositasida xabar beryapmiz. Mana shunday qisqa lo'nda soddalashtirib tushunib olish kerak qoidalarni. Bu juda ham samaradorlikni oshiradigan narsa. Va bunda kerak bo'lsa dars beradigan ustozlar ham, arab tilini o'rgatuvchi ustozlar ham o'quvchilariga til qoidalarini murakkablashtirmasdan imkon qadar soddalashtirib tushuntirishi foydali bo'ladi. Ayniqsa eng boshida. Eng boshida foydali bo'ladi. Keyinchalik o'quvchini o'zida, demak, qabul qilish salohiyati shakllangandan keyin, tilni demak umumiy qolipini tushunib olgandan keyin, moslashgandan keyin u keyin murakkabroq shaklda ham tushuna oladi. O'zida unga salohiyat paydo bo'ladi. Ammo eng boshidan agar siz qoidalarni murakkablashtirib o'quvchilaringizga taqdim qilishni boshlasangiz, o'quvchilarni qiynab qo'ygan bo'lasiz. Tamom. O'quvchi bir vaqtni o'zida juda katta ma'lumotni qabul qila olmaydi, natijada bo'g'ilib qoladi, hatto o'qishni tashlab ketishi ham mumkin u, ya'ni shu natijasida. Juda katta, ya'ni axborotni, juda katta ma'lumotni qabul qilishga baribir insonni toqati, kuchi, jismoniy holati, uning haligi zehni yetmasligi mumkin. O'shaning uchun ham demak biz ilk boshda tilning ohangini o'zimizga o'zlashtirib olganimizdan so'ng til qoidalarini, murakkab qoidalarni soddalashtirgan shaklda o'rganib olishimiz juda ham bizga foydali bo'ladi. Endi grammatika qoidalarini biz avvalo sodda tartibda, keyinroq uni ichiga kirib o'rganganimizdan so'ng bizga uchinchi muhim qadam, ya'ni amaliyot kerak bo'ladi. Misol aytaman. Bu Ibn Xaldun nazariyasi degan nom bilan mashhur. Yozib oling kerak bo'lsa. Misol bilan tushuntiraman sizga. Bugun prava olish masalasi juda ham aktual. Masalan, prava uchun tayyorlangan kishi nima qiladi odatda? Rosa test uchun harakat qiladi, demak, yo'l harakat qoidalarini yodlab tashlaydi kerak bo'lsa. Lekin shu bilan ammo u haligi rolga o'tirib ko'rmasa, birdaniga mashina haydab keta oladimi? Yo'q, albatta. Mashina haydab keta olmaydi. Uning uchun u endi haligi o'qigan bilimini amalda qo'llash kerak ozroq. Sekin-sekin avvalo uni yonida bitta o'rgatuvchi o'tiradi. Mana bu joyda tormozni bosing deydi, va hokazo, bu yoqqa buring, chapga buring, gazni ushlang deydi, va hokazo o'rgatadi, ya'ni. Yonida amaliy o'rgatadi. Tilni o'rganishda ham bu muhim. Ya'ni siz grammatika qoidalarini, demak, o'rganib chiqqaningizdan keyin albatta uni amaliy jihatdan o'rganishingiz kerak. Buning yo'li nima desa, buning yo'li arabiy matnlar bilan ishlash. Arabiy matnlarni to'g'ridan to'g'ri, ya'ni tarjima qilish. Buning uchun bizga grammatikadan tashqari lug'at ham kerak bo'ladi, albatta. Ya'ni lug'atni ham yodlaysiz va grammatik qoidalarini keyin qo'llaysiz. O'sha lug'atlardan tuzilgan matnlarda. Mana shu bilan siz, ya'ni haligi grammatika qoidalarini kitobda ko'rgan vaqtingizda yoki bo'lmasa kitob bo'lmasa, masalan, maqoladir va hokazo, matnda xullas ko'rgan vaqtingizda tanib bilishingiz kerak, ya'ni. Bu joyda masalan deylik, safartu minat toshqanda ilal Qo'qon degan matn keldi deylik farazan. Safartu minat toshqanda ilal Qo'qon. Safaro nima? Bu yerda fe'l.
Xo'p, to nima bu yerda desa, fe'lning bajaruvchisi, ya'ni o'zbek tilida masalan ega deydigan bo'lsa, arab tilida foil deydi buni. Demak, matnni ichida haligi siz o'rgangan qoidalarni tanishingiz kerak bo'ladi. Bu sizga amaliy o'rganishni talab qiladi. Siz arabiy matnlarni avvalo soddaroq matnlardan boshlab, keyinroq murakkabroq tuzilgan matnlarga o'tib va undan keyingi etapda hatto i'robsiz matnlarni o'zingiz mustaqil o'qib, tushunib, i'robini qo'yib, tarjima qila oladigan bo'lganingizdan keyin, keyingi qadam nima bo'ladi desa, tilni, ya'ni professional darajada o'rganish uchun aytyapmiz bu gapni. I'robda muammo qolmagandan keyin, undan keyingi bosqich, ya'ni endi o'zingiz miyangizda gap tuza olish mahoratini shakllantirish bo'ladi. Ya'ni u og'zaki nutqda ham yozma nutqda ko'rinadi. Og'zaki nutq bu sizda endi kimlar bilan yoki sherigingiz bilan yoki bo'lmasa ustoz bilan demak arab tilida muloqot qilishni talab qiladi. Siz qachonki arab tilida muloqot qilar ekansiz, sheriklaringiz bilan yoki ustozingiz bilan, ana undagina sizda demak gaplashish mahorati paydo bo'ladi. Xo'p, endi shu joyda muhim nuqta bor. Shunda biz arab tilidagi muloqotni o'rganishimiz uchun qoidaga muhtojmizmi? Yo'q. Aslida muhtoj emasmiz. Ya'ni agar biz faqatgina so'zlashuvni o'zini o'rganishni xohlasak, grammatikani boshdan oyoq mukammal darajada o'rganib chiqishga muhtoj emasmiz. Ma'lum bir joylarini bilib olsak va asosan amaliy ishlasak bo'ldi. Lekin arab tili grammatikasini puxta o'rganib chiqqan va i'rob qoidalarini juda yaxshi bilgan biri bilan bu qoidalardan bexabar biri ikkalasini arab tilidagi nutqini tinglasak katta farq bor. Ularning gap tuzish uslubida farq bor. Ya'ni albatta til qoidalarini yaxshi bilgan kishining nutqi mukammal va eshituvchiga ta'sirli bo'ladi. Va yozma nutq, ya'ni yozma nutq degani insho, sodda qilib aytganda insho yoza olish. Bu ham endi amaliy darslar bilan bo'ladi. Sizda i'robda muammo qolmadi, kitoblarni o'zingiz o'qib tarjima qilyapsiz. Kitob tarjima qilishda muammo yo'q-a? Lekin o'zingiz ham o'zingizning fikrlaringizni arab tilida yetkaza olasizmi? Bu borada ham endi amaliy ishlash kerak bo'ladi. Taxminan masalan so'zlashni o'rganib olish uchun 1-2 oy va insho yoza olish uchun taxminan shunaqa muddatda amaliy dars qilinsa, bemalol o'rganib olsa bo'ladi. Chunki nimaga desa, sizda lug'at boyligi bor, sizda sarf nahvu qoidalari juda yaxshi o'zlashtirgansiz siz uni va badiiy arab tilidagi kitoblarni o'zingiz mustaqil o'qib, tarjima qilib, uni grammatik tahlil qilib ishlagansiz shu vaqtgacha. Grammatik tahlil qismiga hozir qaytib kelamiz. Endi sizda faqatgina amaliyot qolgan. O'sha 1 oy, uzog'i 2 oy amaliyotda ishlasangiz bo'ldi. Demak, qachon o'zi til sizniki bo'ladi ya'ni desa, qachonki siz o'sha tilda to'liq fikrlay olsangiz, o'shanda siz u tilni o'rgangan bo'lasiz. Ungacha esa o'z til sizniki bo'lmaydi. Masalan, kitob o'qish, uni tushunish boshqa narsa. Kitobni o'zingiz u chunki kitobda tayyor matn keladi siz oldingizda. Yoki bo'lmasa maqolada yoki boshqa, xullas arabiy matn, u tayyor tuzilgan matn u. Uni masalan tarjima qila olishingiz sizni demak grammatik qoidalarni qanchadir miqdorda yodlaganingizni, lug'at yodlaganingizni bildiradi, lekin o'zingiz arab tilida mustaqil erkin fikrlab, mustaqil erkin gap tuza olsangiz, ana unda tilni to'liq o'rgangan bo'lasiz professional darajada. Xo'p, grammatik tahlil qismiga qisqacha aytib ketaman. Ya'ni grammatik tahlil bu haligi badiiy matnlarni tarjima qilish, i'robini qo'yish qismida kerak bo'ladi bizga. Biz ya'ni matnlarni endi faqatgina tarjima qilmaymiz-da, undagi qoidalarni ham agar tarkib deb qo'yadi, ya'ni grammatik tahlil qilib o'tsak, bu joyda mubtado kelyapti, bu joyda xabar kelyapti, bu joyda mudofun ilayhi deya, bu yerda maf'ul bihi kelyapti deya qoidalarni tahlil qiladigan bo'lsak, matnda kelgan vaqtda o'sha qoidalarni tanib olishimizni, demak, bu o'sha mahoratni bizda oshiradi, shakllantirib beradi. Endi shu yerda xulosa qiladigan bo'lsak, demak, arab tilida agar siz mukammal darajada arab tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizda ham arab tili tovushlari bo'yicha bilim bo'lish kerak, ya'ni fonetika qismi bo'lish kerak. Grammatik qoidalarni bilasiz-ku, lekin talaffuzingiz arabiy bo'lmasa, siz arab tilini o'rgangan bo'lmaysiz tabiiyki. Sizda ham fonetika qoidalari bo'lish kerak, nutqingiz arabiy bo'lish kerak. Ham sizda grammatik qoidalar, strukturaviy qoidalar bo'lish kerak, ya'ni sarf, nahvu yaxshi o'rganilgan bo'lish kerak. Uni siz to'liq anglagan bo'lishingiz kerak. Faqat qoidalarni yodlagan emas, anglagan bo'lishingiz kerak. Va matnda uni ya'ni tanib olishingiz kerak, ya'ni qisqa qilib aytganda.
qoidani anglash mana shu bilan baholanadi. Matnda kelgan vaqtda, ha, mana bu joyda tamiz kelyapti, mana bu joyda jar majrur kelyapti deya matnda kelgan vaqtda taniy olsangiz, qoidani anglagan bo'lasiz. Bo'lmasa, qoidani prosta yodlagan bo'lasiz. U qoidani, ya'ni siz egallagan bo'lmaysiz. Demak, qoidalarni puxta egallagan bo'lishingiz kerak tilni o'rganish uchun va albatta o'sha tilda siz gaplasha olishingiz va insho yoza olishingiz kerak. Mana shu 4 ta narsa asosida siz darajangiz baholanadi. Haqiqiy darajangiz baholanadi. Agar bu hammasida siz agar puxta bo'lsangiz, bo'ldi, arab tili sizniki. Arab tilida mutaxassisman deb aytsangiz bo'laveradi. Umumiy xulosa shuki, arab tili ta'limini samaradorligi bu eng avvalo maqsadni to'g'ri qo'yish va to'g'ri uslubni tanlash, ya'ni maqsadga mos keladigan metodlarni tanlash bilan erishiladigan narsa hisoblanadi. Agar sizga videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu kabi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifalarimizga obuna bo'ling. Hamda arab tilini tajribali ustozlardan sifatli o'rganishni xohlasangiz, Mudarris akademiyasiga murojaat qiling.